Eskilarda bir naql bor. Uy omon qo'shni ol. Bu maqolimiz ayni shu mahallaga juda ham mos ekan. Sababi qo'ni-qo'shnilari ahil inoq bo'lgan. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyadan umuman muammosi bo'lmagan. Katta yo'lni bo'yiga 400 metr, ya'ni masjidning oldiga 400 metr bo'lgan masofada Farg'ona shahar 5 bola hududda 22 ga 28 to'g'ri 4 burchak 6 sotili hovlimiz sotuvga chiqqan. Qisqacha obzorni ko'ramiz. Qani marhamat. Xo'p, mana 6 xonali uyimiz obzorini ko'rdilaring. Podvallar bilan qo'shib hisoblaganda 12 xona. Podvallarimiz ham juda ham baland, akvaplast romlari qilingan, montaj ishlari bo'lgan. Aytib o'tganimizdek, gaz, svet, suv, kanalizatsiya bor. Mahalla juda ham zo'r, ahil inoq bo'lgan mahalla. To'g'ri, yana qurilish imkoniyati qilish mavjud. Egalar tomonidan pul zarur bo'lganligi uchun uyimizning narxi arzon, 80 ming dollar baholangan. Oz-moz kelishiladigan joyi bor. Quyidagi raqamlarga tez qo'ng'iroq qilinglar. Bu videoda o'zi uchun shunaqa ajoyib hovli oqtarib yurgan do'stiga tashlab qo'yish esdan chiqmasin.